Assalomu alaykum Pavlovna ishqibozlari. Bugun mana 22-dekabr 2022-yil. Mana tomirlar sotyapmiz. Mana M1 va Shanton navlaridan. Bu necha santimetrdan? Bular bari kam 8-9 santimetrdan kesgan samalarini olinib hozir nima qildik. Sveja hammasi yaxshi nimalari. Bizga dushanbadan zakaz keldik, hozir M1 deb 1000 tub M1 navidan hozir mana tomir tayyorladik. Ertaga xudo olsa dushanbaga отправка qilamiz. Buni qanday ekish tartibini ham o'rgatasizmi? Ekish tartibi hozircha buni borgandan keyin o'rgatamiz hammasini. Endi kelajakda klientlar bo'lsa deyman-da. Albatta, kim bizga xaridor bo'lsa agar, o'sha A'dan Y'gacha hammasini o'rgatib boramiz. Bu qanday sort? Bu Shanton, bu eksperiment uchun sovg'a sifatida berib beramiz. Shantondan bering dedi. Shantondan berib beramiz. Eksperiment ko'radi, yoqsa yana ko'paytirib beramiz. Endi shu farqi qanday deysiz? Masalan, M1 bilan Shanton farqi bormi, yo'qmi? Farqi yarim metr farq qilmasa farq qilmaydi. Bu tarbiyasiga bog'liq. Qay vaqtda dori berish kerak, qay vaqtda suv berish kerak, hammasi tartibi uncha farq qilmaydigan darajada uncha farq. Mana shu olayotgan klientlarga masalan shu agrotexnikasi o'rgatiladi, to'g'rimi? To'g'ri. A'dan Y'gacha bo'lgan formasi o'rgatiladi hammasi. A'dan to Y'gacha qay vaqt. Va bu yerda yana bu ko'chatlar ham sotiladimi? Sotiladi. Bular ham hammasi mana bular tomirlar olingan normal ko'chatlar, bular hammasi bu M1 bular. M1, ha? Bular M1. Hozir bu yerda turganlarchi? Bular hammasi M1. Ba'd M1 qoldi, Shanton tugadi. Bular M1, bular M1.